Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'z ota-onalarini yoki yaqinlarini umra safariga jo'natmoqchi bo'layotgan aziz vatandoshlarimizga bitta narsaga e'tibor berishligini iltimos qilgan bo'lardim. Misol uchun aytaylik, ba'zi joylarga borsangiz sizga shunaqa yo'nalish ko'rsatishadiki, Toshkent, Jidda, Toshkent. E'tibor bering, shunda Jidda shahriga uchilgan havo kemasi soat nechida qo'nadi? Aytaylik, soat 16:00 dan keyin qo'nilsa, siz to aeroportdan chiqib Madina Munavvaraga borguningizgacha taxminan bomdod bo'lib qoladi. Shunda siz bitta tuningizni yo'qotgan bo'lasiz. Agar yo'nalish Toshkent, Madina, Toshkent bo'lsa, Madinada tong saharda uchib ketish kerak bo'lsa, aytaylik, soat 8 yoki 10 ga qo'yilinsa vatanimizga qaytish. Unda sizni Makka shahridan ham qoq tunda yoki Xuftondan keyin olib chiqib ketishadi. Shunda siz yana bitta tuningizni yo'qotib qo'yasiz. O'shaning uchun bizning jamoamiz sizlarga eng qulay bo'lgan Toshkent, Madina, Jidda yo'nalishi yoki Toshkent, Jidda, Madina yo'nalishini taklif qilamiz. Keling-de, ko'ring-de. Biz Madina Munavvaraga 16:20 da qo'ndiramiz samolyotimizni. Shunda chiqib kelishgan paytligida butun dunyo bo'yicha ham mehmonxonalarga xotirjam joylash vaqti bo'lgan bo'ladi. Jidda shahrida ham xuddi shunday. Qaytishimiz ham xuddi shunday. Siz xotirjam nonushtalarni qilib, eson-omon vatanimizga qaytib kelasiz. Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Inshaalloh o'zimiz xizmatingizdamiz.